160 manzilning ikkinchisi Farg'ona viloyatining Farg'ona tumani bo'ladi. Siz esa O'zbekistonning har bir tumani haqida hikoya qiluvchi 160 manzil sahifasiga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi manzil sizning tumaningiz bo'ladi. Farg'ona tumani rasman tashkil topganiga bir kam 100 yil bo'ldi. Maydoni 590 kvadrat kilometr bo'lib, solishtirganda Bahrayn davlatidan biroz kichik va Andoradan biroz kattaroq. Aholisi 226 ming kishidan oshadi. Ma'muriy markazi Vodil shahri aholisi ham 80 mingdan oshiq va tumanda Vodiy Javohiri Shohimardon eksklavi joylashgan. Farg'onaga Toshkentdan avtomobilda 5,5-6 soatlik yo'l masofasi, faqat yo'lda radarlardan ehtiyot bo'lib borasiz. Qo'qon xonligi tarkibida bo'lgan Vodil xonning Shohimardonga borish yo'lidagi qarorgohi hisoblangan. Xon qarorgohining qo'riqlash xizmati Qorovultepa ham hozirda tuman hokimiyatiga yaqin 3-o'rta maktab joylashgan yerda bo'lgan. Farg'onaga kirishingiz bilan vodiyning salqin, yoqimli havosini his qilasiz. Vodil shaharchasi toza va sokin ekan. Shahardagi tikonlarning ko'pligi esa e'tiborimni tortdi. Kechki ovqatga Vodilning eng maqtalgan oshxonasi Voxtildan mazali bifshteks tanovvul qilib, Xo'ja Ahmad Vali masjidlarini ham ziyorat qildim. Tunash uchun shahardagi eng yaxshi Rivoj 98 mehmonxonasini tanladim. Blogerman, 200 ta obunachim bor desam, 100 ming so'm chegirma qilishdi. Mehmonxona 6 qavatlik, xonalar toza va ozoda. Ukamiz Qoyiljon meni qoyil qoldiraman deb tog'lar va tabiat ko'rinib turadigan 6-qavatdan joy berdilar. Keyingi videomizda tuman bilan yaqindan tanishamiz.